Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, aziz do'stlar, barchalarga alayhissalom. Azizlar, mana biz o'qib bitirgan maktabimiz Mingbuloq tumani 18-Otamanshar Naymon qishlog'idagi uyga ko'rinishimiz. Tunda video olyapman mana. Qanchalik sizlarga yaxshi ko'rinyapti. Kechqurun soat 11:30 vaqt. Mana do'stlar, oyda ko'rsatyapman, xudo xohlasa. Oyga yaqinlashtirishga harakat qilamiz do'stlar. Joyiga qaytaramiz. Yani 25 so'mga yaqinlashtirib ko'rsatdik. Tepada yulduzlar ham turibdi yonida, ko'rib turganinglardek azizlar. Bu yerda esa mana azizlar, bir ikkita turibdi hozir. Kranimiz o'zi qazib chiqib turadigan kran. 260 metrdan qazib chiqarilgan kran bu. Yani ariq yoshadi bu yerda. Mahallamiz yani bu yerlar. O'zimizning ko'chalar.